Yo, hammalarga assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Bugungi videomizda biz Nomero 7 yo'nalishi bo'yicha open pack qilamiz. Qani bo'lmasam let's go jigarlar. Tak, akalar, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda bizda yangi sabitcha kelgan. Har payshanba kuni yangi sabitcha keladi va bu kun umuman boshqacha sabitcha keldi. Bular City bilan Liverpool bo'lib tursa, bu yerda Nomero 7, ya'ni 7-o'yin, 7-raqamli legendarniy o'yinchilarda akalar. Tak, bu yerda ishoninglar, menga eng yoqqani Vinicius Junior deganlar. Realni Champions nimasida kelmagandi Vinicius Junior. Men prям Real Champions o'sha sabitasida keladi deb o'ylagandim. 119 bo'lib. Bu kerak bo'lsa Nomero 7 yo'nalishida 122 kartasi. Buni tezligini ko'ryapsizlar. Nima deyapti tezligi? 161. Tushunyapsizlarmi? Buni hozir keyin men playstyle'ni o'zi bitta prям nerealniyda jigarlar. Buni qaranglar. Sizlarga hozir nereal tez yurishni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchidan 161. Okey desak ham, tak Gareth Bale'dan ham balki shunaqadir deb qo'ysak ham, okey. 161. Normalni. Lekin bu tezligi yana sariq bu, ikkinchi level. Уже нереальный bo'ladi-da u. Talant elastiko, mana shu elastiko вообще idealniy nima-da. Tak, bu yerda Jude Bellinghamni ukasi, Job Bellingham. Sizlarga aytsam buni unaqa tavsiya bermayman, chunki oyog'i 3/5. Lekin tsipila yo'q bo'lsa, mana shu olsanglar ham bo'ladi. Bu yerda esa вообще har davrning legendalari. Ukrainaning legendasi Andrey Shevchenko bo'ladi. Buni playstyle'dan tushunishinglar mumkin nima qilishini. Buni skorosti ham yaxshi bo'ladi. Tak, bu yerda ikkinchi nimamiz, mana shu yerda bu o'tgangi Champions'da ham bor edi. Prosta buni endi pul B keldi mana. Moment 1 B deb yozib qo'yibdi. Xullas, bu yerda Lucio. Tak, Lucio menimcha avvalgisidan ham bor edi. Xullas, bu yerda yangi kelgan Ramirez. Buni zashtaga qo'yishinglarni maslahat beraman. Zashtani o'yna bilmasak ham bu. Okey. Tak, norvegiyalik Kanu kelibdi. Nima bo'lyapti ertalabdan? Okey. Norvegiyalik debman. Nigeriyalik ekan. Okey. Osimhen davlatidan tushunishinglar uchun. Tak, akalar, qaranglar. Menda hozirda 27,000, past 28,000 ta 3 ta draft token bor. Men bularni mana City'ga ishlatmoqchiman. Chunki to'g'ri bu yerni ham ochishim mumkin, lekin City'da qaranglar pastga 21 ta qolgan. Mana shuni ochishim kerak. Qaranglar. Hozir men bundan 3 ta ochaman. Keyin bitta yennab kelaman-da. Nomerodan 7 ta ochaman. Nima deysizlar? Ketadimi? Yevoradi. Go. 3 tasidan sразу bersin. Davay, kim? Germaniya. Tap. Wirtz jigarlar 118 legenda. Go. Go. Angliya. Sipi. Liverpool. Kim? John Johnson? Da. Davay. Bermayapti. 30 ta bosarım kelyapti. Lekin atak irodasi yo'q bo'lyapti. Akalar, qaranglar. Meni ham tushuninglar-da, qaranglar. Mana bu yerda 18 ta qoldi. Mana shuni ochganim meni sostavimga foyda bo'ladi. To'g'ri, video uchun, lekin mana shu nomerosi yaxshiroq. Bu yerda ham 11 ta qolgan. Agar mana shu yerdan Guardiolani olib chiqib ketsak, mana shu hozir pul ada Guardiolani olib chiqib ketsak, keyin boshqasini olamiz-da.
Tak, bu yerdan ham endi jigarlar rozi bo'lasizlar. Full mana shu CDni ochaman. O'zinglar уже bilib olgandirsizlar. Mana shu yerdan bitta draft token tutsasizda. Okey. O'zinglar уже ko'rganda wow. Ko'rincha. Yaxshi. Arzonga berishibdi. Okey. O'zinglar bilgandirsizlar, workoutini endi men bu videoda ko'rsatib bila olmas ekanman. Chunki mana shuni qilganim o'zim sostavimga foydaliroq bo'ladi. Tak ketdik. Yo'q, bu odamlar yo'q. Bir qaranglar, Haaland tushsin, Haaland. Biram Hurricane o'rniga qo'yaman yoki kompani tushsin. Kompani tushsa вообще chotki bo'ladi. Yaxshi! Kim? Davay! Yaxshi! Norvegiya forward City! Legenda! Vohay! Okalar screenshot olish esdan chiqib ketibdi. Ko'rdinglar reaksiyani? Ibi? 125 ga tushib ketgan yer. 125 ga tushib ketdi. 124 ga. Bo'pti. Akalar, nasib ekan, mana shu nomer 7 ni ochish, bittadan bitta sheshenga beraverdi. Okey, tak, bizga workout ber jigar, iltimos, workout ber. Workout jigar, iltimos. Ketdik. Workout jigar. Oxirgi ikkitasiga. Yo'q, bizga nimaga Shevchenko, nimaga job berilgan? Bizga Vinicius Junior. Iltimos. EFC bitta workout hech bo'lmasa. Okey. Unda bitta kimga? Farqi yo'q kimga bo'lsa. Shu 119 Pellegrinimi? Xullas farqi yo'q, bitta workout jigar oxirgisi. Xullas, ko'rib olasizlar ekan o'zinglar baribir. Okey, bizga 121 lik Haaland tushdi. Legenda jigarim. Legenda. Panikvatsa qilib o'tirman jigar. 13,000 bo'ldi shunday etmas ekan. Tak, bizga bu yerdan Gvardiol kerak. Okey. Buni ham olamiz. Tak. Xullas hozir bir ikkita narsalar to'plab kelaman. Bu yerda ishlar solinmabdi. Bittasini olib qo'yamiz. 16,000 topdi. Nimaga mashina olmayapsan deyishlar mumkin. Chunki bu yerda tamom bo'lgan, javob bo'lganman. Okey, bugungi open pakamiz juda ham zo'r bo'ldi. Jigarlar ko'rishinglar mumkin. Nimagadir mana shu kuchaytirsam yaxshi bo'lib ketadi, bilaman. Просто-da baribir. Okey, 1700 tarqatdan to'plab qo'ydim-da. Okey, let's go. Вообще, идеальный open pack nima 8 minut. Qanday? Сразу-mi? Okey, bizga pofik. Давай, go. To'rtta kuchaytir. Yaxshi, 4-levelga yetdi. Idealniy ishoninglar. Сразу прям nima? Haaland. Так, bu yerda udarga beramiz, udar прям legendarniy bo'lishi kerak. Tak, bu yerda fiz podgotovkasiga beramiz, chunki charchab qolmasligi kerak. Okey, jigarlar. Okey, 125 ga yana qaytdik. Endi hozir sizlarga Haalandning 4-leveldagi full statistikasini ko'rsatib bera olamanmi? Tak, pastga tushiramiz. O'zi ham yomon bo'ldi yetarkan. 4-leveldagi Haalandning full statistikasi. Oy, 210 udar. Nima bo'lib ketyapti? 210 skorost, legenda, 211 udar, moshni, 157 pas.
bo'ladi nimaga hujumchiga 181 dribling zo'r, oborona 110 nimaga bo'ladi mana shu o'zi ham playstyllar 2 ta. Oboronasi normalniy, lekin fispodgotovkasi eng balandi 229, prям 90 minut kelsa 120 minut to'xtamasdan yugurib bera oladi bacha. Okey, tak biz endi buni ikkalasini joyini almashtirib qo'yamiz. Endi tak Harry Kane'ni nima qilamiz desanglar, Harry Kane'ni zaminaga qo'ysak 126 bo'lmaymiz. O'shaning uchun obmenga berib yuboramiz deb. Sraz Gvardiolni olamiz. Gvardiol bizni kutib oldi. Gvardiol. Demoqchi edim. 270 oldi. Hechqisi yo'q. Okey, salgina oshib ketsa hech narsa qilmaydi. Okey, 124 ga tushib turamiz. Bo'l. Sразу o'tirib tasha. Okey. Tak, Pepe'ga ber. Mana hoyat hamma prem sostavimdagi hamma 118 larni yo'qotdim. Men sostavimda faqat 119 plus 119 yoki 120 lar yoki undan ham balandlar. Ko'chganlar. Hello. Kim ekan bu? Edit ko'rasiz, edit. Kim ekan bu? Xorvatiya? City, Gvardiol. Gvardiol 120lik. Wow. Nima qilar ekanmiz? Keltirishinglar mumkin. Yana 124 o'yinga qaytdik. Tabriklashinglar mumkin. Endi 125 o'yin bo'ldik menimcha. Bo'ldikmi? Yo'q. Qanaqasi? Las. Videolar. Haaland tushdi, priking. Men umuman kutmagandim Haaland tushishini. Xullas, buni keyin o'ynatib, chotki olaveramiz. To'xtanglar, bitta hozir yana bitta pakoch bo'lar ekanman. Hozir 500 dan stras to'plab kelaman-da, sразу yana bitta pakoch olamiz. Go. Jigarlar, mana bu trener rejimidan olmagan ekanman-da, mana bu podarkasini. 8 ming olib ketdi. Let's go. Yana 2 ta ochamiz. Go. Ketdik, bitta workout. Ketdik. Nasib qilmadi bugun workout. Okey. Xullas, obuna bo'linglar, like bosinglar, shunaqangi zo'r kontentlar kutib qolinglar, jigarlar. Tak, bugun soat xullas obedlardan keyin nima eFootball videosini chiqaramiz. eFootballda fintlar o'rganamiz, jigarlar. eFootball eski paytdan beri o'ynaydiganlar ular biladi. Yangilarga o'rgatib o'tamiz. Xullas, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozib, keyingi videoni kutib o'tiringlar. Rahmat.